Hello do'stlar, yana bugun sizlar bilan Minecraft'ni o'rganamiz. Bugun birinchi o'rinda biz qishloqdagi jetillarning ijara haqqini olishimiz kerak. Bu yerda hech kim yo'q. Soliqlarni ham bir yo'la terib chiqishimiz kerak. Voy, qayerdasizlar, jetillar? Voy, ijara haqqini bermaysanmi sen? Yo'q, hozir pulim yo'q edi. Keyinroq bersam bo'ladimi? Ha, mayli, keyinroq bera qol. Lekin mendan boshqasi bo'lganda buni keyinroqqa qoldirmas edi. Voy, sen-chi ijara haqqini bermaysanmi? Hozir tuyalarimga ovqat berishim kerak. Ha, mayli. Qani yuraylikchi. Voy, qolganlar qayerda? Hammasi ishda shekilli, bilmayman men ham to'g'risi. Ha, yaxshi. Voy bolakay. Otang qayerda? Otam hozir ishdalar. Uyda yo'q edilar. Ha, mayli, kelsa aytib qo'y, ijara haqqini to'lab qo'ysin. Mayli, aytib qo'yaman. Mana u shu bolakaylargina. Bolakaynikimi? Kirib ko'raylikchi kim bor ekan. Hech kim yo'q. Hamma qishloqlar qayerga ketgan, ijara haqqini to'lash esdan chiqmasin. Qani bu uyni ham tekshiraylikchi. Hech kim yo'q. Hammasi uyda yo'qmi deyman bugun. Bu yerda ham hech kim yo'q. Cho'tdan ular bir nimani boshlashyapti. Hali mening almozdan qurilayotgan uyimni ham tugatishlari kerak edi. Tun sahurda ham qulflab qo'yibmiz. Bu chiqib ketsa bormi? Yo'lbarsmi? Yo'lbars. Hujum qilmasmikan o'zi? Yo'lbars. Ana qorong'i ham tushib qopti ancha. Uyni ancha bitirib tashlashibdi-ku jetillar. Tun sahur qochib ketibdi bolalar. Izlash kerak buni endi. Izlaymiz. Qishloqdan izlab ko'ramizmi? Bo'lmasa qishloqdan izlab ko'raychi. Ana ketdik. To'xta, orqadan izlab ko'ramiz. Balki orqaga qochgan bo'lishi mumkin. Mana-ku, topdim. Qamash kerak buni, risk qamash kerak. Qochib ketmasin yana. Qochib ketsa yana problema bo'ladi bu. Qishloqlarni mazasini qochiradi. Men ularga har doim aytaman, buning oldida o'ynamanglar deb. Shu gapga quloq solishmaydi-da. Lekin uyni cho'tka qilib bitirib qo'yishibdi-ku, qana bitta. Ko'raylikchi uyning oldilarini. Mayli, uyni keyin ko'ramiz. Jetillar uyga kirsin hamma. Kechqurun tushyapti, creeperlar, zombilar uyg'onadi, hamma uyga kirsin. Jetillar, voy, sen nega hali ham uyga kirmagansan? Hozir kiraman. Voy, tezlashtirib uyga kiringlar. Nega qolganlar yo'q? Hali hech qaysi kelishgani yo'q. Nimaga kelishmayapti ular? Uyni kim qurib bitirdi? Bizlar bilmaymiz. Mayli, keyin topib olaman. Qani kir uyga. Shu qo'ng'iroqni ham bir chalib qo'yaylikchi, hammasi kiradi. Trevoga, voy, do'stlar, keyingi qismlarni keyingi videolarda chiqaraman.